Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim masalani ko'rib chiqamiz. Gaz yetkazish qariyalarga bepulmi yoki yo'qmi? 2026 yilda qayta hisoblash bo'ladimi? Qarzdorlik qanday paydo bo'ladi va eng asosiysi pensionerlar. Yolg'iz keksalar, nogironligi bor fuqarolar o'z huquqini qanday himoya qilishi kerak? Bu mavzu har bir xonadonga tegishli. Chunki gaz uchun to'lov, imtiyoz, subsidiya, qarzdorlik va qayta hisob-kitob masalasi ertaga sizning ota-onangiz, buvingiz yoki o'zingizga ham taalluqli bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men bugun ko'pchilik adashadigan joylarni oddiy tilda tushuntiraman. Kim bepul gaz deb o'ylab xato qiladi? Kimda haqiqatan imtiyoz bo'lishi mumkin? 2026 yilda nimaga e'tibor berish kerak? Qaysi hujjatlar kerak? Qayerga murojaat qilish kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni qancha ko'p odam bilsa, shuncha kam odam ortiqcha to'lov qiladi yoki qarzdor bo'lib qoladi. Avvalo eng muhim savolga javob beraman. Ko'pchilik o'ylaganidek, faqat yoshga kirgani uchun, ya'ni men pensionerman, men qariyaman, men 7 yoshdaman degani uchun gaz avtomatik ravishda bepul bo'lib qolmaydi. Bu juda muhim. Gaz ta'minoti oddiy kommunal xizmat hisoblanadi va odatda iste'mol qilingan hajm bo'yicha yoki hisoblagich ko'rsatkichiga qarab to'lanadi. Agar xonadonda gaz hisoblagichi bo'lsa, sarflangan kub metr bo'yicha hisoblanadi. Agar hisoblagich bo'lmasa, belgilangan norma bo'yicha hisob-kitob qilinadi. Lekin bu hamma pensionerlar gazni bepul oladi degani emas. Oldin odamlar orasida shunday tushuncha ko'p bo'lgan. Qariya bo'lsa, davlat gazni tekin qiladi. Yolg'iz pensioner bo'lsa, to'lamaydi. Nogironlik bo'lsa, kommunal to'lovlar kechiriladi. Aslida esa kommunal xizmatlar bo'yicha imtiyozlar aniq toifalarga, aniq tartibga va aniq hujjatlarga bog'liq bo'ladi. Kimdir subsidiyaga tushishi mumkin, kimdir kompensatsiya olishi mumkin, kimdir ijtimoiy himoyaga muhtoj deb e'tirof etilishi mumkin, lekin bu alohida tekshiriladi. Ya'ni gaz korxonasi sizning yosh pasportingizga qarab sizga bepul deb avtomatik yozib qo'ymaydi. Hozirgi o'zgarishlarning asosiy mazmuni shuki, kommunal to'lovlarda tartib tobora aniqroq, raqamliroq va hisob-kitobga bog'liq bo'lib bormoqda. Hisoblagich ko'rsatkichlari, abonent bazasi, shaxsiy hisob raqami, imtiyozga oid ma'lumotlar, qarzdorlik va to'lovlar elektron tizimlarda aks etyapti. 2026 yilga borib esa ko'pchilik xonadonlarda qayta hisoblash masalasi aynan shuning uchun dolzarb bo'ladi. Kimning hisoblik noto'g'ri ko'rsatgan, kimning imtiyozi bazada aks etmagan, kimda qarzdorlik noto'g'ri shakllangan, kim normadan ko'p sarflagan, kim esa aslida imtiyozga haqli bo'la turib undan foydalanmagan. Men buni juda oddiy qilib tushuntiraman. Agar siz yoki yaqinlaringiz gazdan foydalanayotgan bo'lsangiz, birinchi navbatda 3 ta savolga javob berishingiz kerak. Birinchisi, xonadonda gaz hisoblagichi bormi? Ikkinchisi, abonent kimning nomida? Uchinchisi, xonadonda imtiyozga haqli shaxs bormi va bu imtiyoz rasmiylashtirilganmi? Masalan, birinchi holat. 72 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Pensiya oladi. Uyining nomida gaz hisoblagichi bor. U har oy 4 ming, 6 ming, qishda esa 1 ming so'm atrofida to'lov qiladi. U men yolg'iz pensionerman. Menga gaz bepul bo'lishi kerak deb o'ylashi mumkin. Lekin agar u ijtimoiy himoya tizimida alohida ro'yxatda turmasa, subsidiya yoki kompensatsiya rasmiylashtirmagan bo'lsa, gaz uchun odatdagi tartibda to'laydi. Bu adolatsizlikdek ko'rinishi mumkin. Lekin amaldagi tartibda pensioner ma'g'um bilan kommunal xizmat bepul, ma'g'um bir xil narsa emas. Ikkinchi holat. 9 ming yoshli otaxon farzandlari bilan bir uyda yashaydi. Uyda 6 kishi bor. Abonent hisob raqami otaxon nomida. Oila gazni ko'p ishlatadi. Qishda isitish, ovqat pishirish, issiq suv, qo'shimcha xonalar. Oylik gaz sarfi katta chiqadi. Farzandlar esa abonent otamiz nomida, u pensioner. Demak, chegirma bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Bu ham noto'g'ri tushuncha. Chunki ko'p hollarda kommunal imtiyozlar faqat shaxsning yoshiga emas, oilaning ijtimoiy holatiga, daromadiga, ro'yxatdan o'tganlar soniga, yashash sharoitiga va rasmiy tasdiqqa bog'liq bo'ladi. Agar uyda mehnatga layoqatli farzandlar yashasa, tizim bu xonadonni yolg'iz yordamga muhtoj qariya sifatida ko'rmasligi mumkin. Uchinchi holat. Nogironligi bor, pensioner bor. Lekin gaz abonenti boshqa odam nomida. Masalan, buvining o'zi uyda yashaydi, lekin gaz hujjati marhum turmush o'rtog'i nomida, qolib ketgan yoki uzoqda yashaydigan o'g'lining nomida. Mana shu yerda muammo chiqadi. Imtiyoz yoki qayta hisoblash so'ralganda gaz korxonasi abonent ma'lumotiga qaraydi. Agar hujjatlar mos kelmasa, avval abonentni rasmiylashtiring. Meros hujjatini olib keling.
doimiy yashash ro'yxatini ko'rsating deyishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, imtiyozdan oldin hujjat tartibi bo'lishi kerak. Abonent kim? Uy kimniki? Kim yashaydi, kim to'laydi? Bular aniq bo'lmasa, eng haqli odam ham o'z vaqtida yengillik ola olmaydi. 4-holat. Hisoblagich buzilgan yoki ko'rsatkich noto'g'ri olingan. Masalan, pensioner xonadonida oyga odatda 6000 kub gaz ishlatiladi. Lekin bir oyda tizimda birdan 600 kub chiqib qoladi. Odam qo'rqib ketadi. Men bunday gaz yo'qmadim-ku. Mana shunda qayta hisoblash talab qilinadi. 2026 yilda ham shunday vaziyatlar eng ko'p uchraydigan muammolardan bo'ladi. Chunki raqamlar avtomatik kiritiladi. Nazoratchi ko'rsatkichni adashtirishi mumkin. Hisoblagich suratga noto'g'ri tushishi mumkin. Eski qarzdorlik yangi hisobga qo'shilib ketishi mumkin. Shuning uchun har oy hisoblagich ko'rsatkichini o'zingiz rasmga olib qo'ying. Sana ko'rinsin. Bu keyin sizning dalilingiz bo'ladi. Endi kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz har oy to'lovni o'z vaqtida qilsangiz, hisoblagich ko'rsatkichini tekshirib borsangiz, shaxsiy hisob raqamingizdagi qarzdorlikni muntazam nazorat qilsangiz, abonent hujjatlari joyida bo'lsa, sizda katta xavf yo'q. Lekin baribir beparvo bo'lmang. Kommunal xizmatda eng katta muammo men to'lab yuribman-ku degan ishonchdan boshlanadi. To'lov qilganingiz boshqa, to'lov to'g'ri hisob raqamiga tushgani boshqa. Hisoblagich ko'rsatkichi to'g'ri yozilgani boshqa. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi navbatda bepul degan so'z bilan subsidiya degan so'zni aralashtirmang. Bepul degani siz umuman to'lamaysiz degani. Subsidiya yoki kompensatsiya esa davlat yoki tegishli tizim sizning xarajatingizning bir qismini qoplab berishi mumkin degani. Ba'zida pul sizning qo'lingizga tushadi, ba'zida hisob-kitobda aks etadi, ba'zida faqat ma'lum davrga beriladi. Shuning uchun qo'shnim to'lamayapti ekan degan gapga ishonib, o'zingiz to'lovni to'xtatib qo'ymang. To'lovni to'xtatsangiz qarzdorlik yoziladi. Keyin pensiya, ogohlantirish, hatto ta'minotni cheklash masalasi chiqishi mumkin. Ikkinchi nuansa, imtiyozlar avtomatik bo'lmasligi mumkin. Masalan, siz ijtimoiy himoyaga muhtojlar ro'yxatiga kirgan bo'lishingiz mumkin. Lekin gaz tashkiloti bazasida bu ma'lumot ko'rinmasligi mumkin. Yoki aksincha, mahallada siz haqingizda ma'lumot bor, lekin kommunal xizmat abonent raqamiga bog'lanmagan. Shuning uchun men ro'yxatdaman degan gap yetmaydi. Siz shaxsiy hisob raqamingiz bo'yicha imtiyoz qo'llanganini tekshirishingiz kerak. To'lov kvitantsiyasida, mobil ilovada, bank ilovasida yoki gaz idorasidagi ma'lumotnomada bu aks etishi kerak. 3-nuansa, ro'yxatda turish va haqiqiy yashash joyi muhim. Ko'pincha qariyalar bir joyda ro'yxatda turadi, lekin boshqa joyda farzandlik yashaydi yoki aksincha uyda yashaydi. Lekin doimiy ro'yxati boshqa tumanda. Imtiyozlar va kompensatsiyalar ko'p hollarda doimiy yashash manzili kadastr, abonent raqami va mahalla ma'lumotlari bilan bog'lanadi. Agar manzillar mos kelmasa, qayta hisoblashda rad javobi kelishi mumkin. Shuning uchun 2026 yilga qadar manzil, abonent va yashash holatini tartibga solib qo'yish juda muhim. 4-nuansa, eski qarzdorlikni pensionerlik bilan o'chirib bo'lmaydi. Ba'zi fuqarolar otam pensioner edi, qarzi kechiriladi. Buvim vafot etdi, gaz qarzi yo'qoladi deb o'ylaydi. Bunday emas. Kommunal qarzdorlik odatda abonent hisob raqamida turadi va uy bilan, iste'mol qilingan xizmat bilan bog'liq bo'ladi. Agar abonent vafot etgan bo'lsa, meros uy egasi amalda yashovchilar masalasi yuzaga keladi. Shu sababli qarzdorlikni vaqtida aniqlab, noto'g'ri bo'lsa shikoyat qilish, to'g'ri bo'lsa bosqichma-bosqich to'lash kerak. 5-nuansa, hisoblagich plombasi va texnik holati. Agar hisoblagich plombasi buzilgan bo'lsa, gaz tashkiloti katta miqdorda qayta hisoblash qilishi mumkin. Odam men qariya odamman, men tegmaganman desa ham, plombaning buzilishi hujjat bo'yicha muammo bo'ladi. Shuning uchun uyda ta'mir bo'lsa, gaz quvuri yonida ish qilinsa, hisoblagich joyi ko'chirilsa, albatta rasmiy tartibda gaz xizmatini chaqiring. O'z boshimchalik bilan ulash, ko'chirish, almashtirish keyin juda qimmatga tushadi. 6-nuansa, qishda sarf keskin oshadi. Qariyalar sovuqdan ko'proq qo'rqadi. Uyda doim issiqlik bo'lishini xohlaydi. Bu tabiiy, lekin gaz sarfi ham shunga yarasha oshadi. Masalan, yozda oyiga 2 kub gaz ishlatilgan, xonadon qishda 2 kub ishlatishi mumkin. Bu har doim ham xatolik degani emas. Isitish moslamasi, uy izolyatsiyasi, darazarom, xona soni, gaz bosimi. Qozonning eski yangiligi ham sarfga ta'sir qiladi. Shuning uchun qayta hisoblash so'rashdan oldin real sarfni ham baholash kerak. Lekin birdan odatdagidan 5-10 barobar ko'p chiqsa, albatta tekshirish lozim. 7-nuansa.
2026 yilda qayta hisoblash degani hamma uchun qarz kechiriladi degani emas. Qayta hisoblash degani hisob-kitob qayta tekshiriladi, xato bo'lsa tuzatiladi, noto'g'ri yozilgan hajm, tarif, ko'rsatkich yoki imtiyoz qayta ko'rib chiqiladi degani. Agar haqiqatan gaz ishlatilgan bo'lsa va hisob-kitob to'g'ri bo'lsa, uni qayta hisoblash bilan nolga tushirib bo'lmaydi. Shuning uchun odamlar orasidagi 2026da hamsi qayta hisoblanib qarzlar o'charkan degan gaplarga ishonmang. Har bir xonadon bo'yicha alohida dalil kerak. Endi sizga aniq yo'l xaritasini beraman. Birinchi qadam. Shaxsiy hisob raqamingizni tekshiring. Gaz bo'yicha abonent raqamini toping. Bu kvitansiyada, mobil to'lov ilovasida gaz tashkiloti bergan hujjatda bo'ladi. Shu raqam orqali qarzdorlik oxirgi to'lovlar. Hisoblagich ko'rsatkichi va tarifni tekshiring. Agar yaqinlaringiz qariya bo'lsa, ularning nomidan farzandlari ham yordam berish kerak. Chunki ko'p keksalar mobil ilova yoki elektron tizimdan foydalanishni bilmaydi. Ikkinchi qadam. Hisoblagich ko'rsatkichini har oy bir kunda rasmga oling. Masalan, har oyning ir sanasi yoki 25 sanasi. Rasmda hisoblagich raqamlari aniq ko'rinsin. Imkon bo'lsa, telefoningizda alohida papka oching. Gaz hisoblagich. Bu juda oddiy ish. Lekin nizoli vaziyatda eng kuchli dalillardan biri bo'ladi. Agar nazoratchi boshqa raqam yozgan bo'lsa, sizda o'sha kungi real ko'rsatkich bo'ladi. 3-qadam, abonent hujjatini tartibga keltiring. Agar uy onangizniki bo'lsa, lekin gaz marhuma otangiz nomida qolgan bo'lsa, bu masalani cho'zmaslik kerak. Gaz ta'minoti tashkilotiga boring, abonentni o'zgartirish tartibini so'rang. Odatda pasport yoki ID karta, uy hujjati, kadastr, meros yoki egalik hujjati. Ariza talab qilinishi mumkin. Har birida talablar biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun aniq ro'yxatni o'zingizning tuman gaz bo'limingizdan oling. 4-qadam. Imtiyoz yoki subsidiya masalasini mahalladan va ijtimoiy himoya organlaridan aniqlang. Agar qariya yolg'iz yashasa, daromadi kam bo'lsa, nogironligi bo'lsa, parvarishga muhtoj bo'lsa, oilada mehnatga layoqatli boquvchi bo'lmasa, bu holatlar rasmiy baholanishi mumkin. Mahalla fuqarolar yig'iniga boring, ijtimoiy xodim bilan gaplashing. Men kommunal to'lovlar bo'yicha qanday yordam yoki subsidiya olishim mumkin? deb yozma yoki og'zaki so'rang. Faqat qo'shnining gapiga emas, rasmiy javobga tayaning. 5-qadam, agar hisob-kitob noto'g'ri deb hisoblasangiz, og'zaki janjal qilmang, yozma ariza bering. Arizada quyidagilar bo'lsin: familiya, ism, otasining ismi, manzil, abonent raqami, telefon raqam, muammo mazmuni. Masalan, 2026 yil yanvar oyi uchun hisoblangan gaz hajmi odatdagi o'rtacha sarfimdan keskin yuqori. Hisoblagich ko'rsatkichlari bo'yicha qayta tekshiruv o'tkazishingizni, qarzdorlikni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Arizaga hisoblagich rasmlari, to'lov cheklari, oldingi kvitansiyalar nusxasini ilova qiling. Arizani topshirganingizda kirim raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling. 6-qadam, to'lov cheklarini saqlang. Bank ilovasi orqali to'lasangiz, elektron chekni yuklab oling. Naqd yoki terminal orqali to'lasangiz, chekni rasmga oling. Kamida 30 yil saqlashni maslahat beraman. Chunki ba'zida eski to'lov tizimida ko'rinmay qoladi. Noto'g'ri hisob raqamiga tushadi yoki bankdan gaz tashkilotiga ma'lumot kechikib boradi. Chek bo'lsa siz men to'laganman deb isbotlay olasiz. 7-qadam. Qariyalar nomidan ishonchnoma masalasini ko'rib chiqing. Agar otangiz yoki onangiz idorama-idora yurishga qiynalsa, farzandlaridan biri notarial ishonchnoma olishi mumkin. Shunda u gaz idorasida, mahallada, bankda, ijtimoiy himoya bo'limida hujjat topshirish va javob olish ishlarini bajaradi. Bu ayniqsa yolg'iz yashaydigan yoki salomatligi zaif keksalar uchun muhim. 8-qadam, texnik tekshiruvni e'tiborsiz qoldirmang. Agar gaz hidi sezilsa, hisoblagich g'alati ishlasa, qozon ko'p gaz yeyayotgandek bo'lsa, darhol mutaxassis chaqiring. O'zingiz ochmang, ulamang, plombaga tegmang. Gaz bilan hazil qilib bo'lmaydi. Bu nafaqat pul masalasi, balki hayot xavfsizligi masalasi. 9-qadam. Agar gaz tashkiloti javob bermasa yoki javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga, iste'molchilar huquqlarini himoya qiluvchi organlarga yoki tegishli davlat xizmatlari portali orqali murojaat qiling. Har doim hujjat bilan yuring. Menga shunday deyishdi degan gapdan ko'ra, mana arizam, mana javob, mana chek, mana rasm degan dalil kuchliroq. 10-qadam, oilangizdagi qariyalarga tushuntiring. Ko'p keksalar qarz chiqibdi desa qo'rqib darrov to'lab yuboradi. Ba'zida esa aksincha, men qariyaman, to'lamayman deb o'ylab qarzni kattalashtirib yuboradi. Ikkalasi ham xato. To'g'ri yo'l tekshirish, hujjat yig'ish. Asos bo'lsa,
qayta hisoblash so'rash, asos bo'lmasa to'lovni reja bilan amalga oshirish. Demak, bugungi mavzuning eng asosiy xulosasi shuki, qariyalarga gaz avtomatik tarzda bepul bo'ladi degan umumiy qoida yo'q. Pensionerlikning o'zi kommunal to'lovni nolga tushirmaydi. Lekin ayrim toifada fuqarolar, yolg'iz keksalar, ijtimoiy himoyaga muhtojlar, nogironligi bor shaxslar yoki kam ta'minlangan oilalar belgilangan tartibda yordam, subsidiya yoki kompensatsiyaga haqli bo'lishi mumkin. Buning uchun hujjat kerak, ariza kerak, ro'yxat kerak va eng muhimi, shaxsiy hisob raqamingizda bu imtiyoz to'g'ri aks etishi kerak. 2026 yilda qayta hisoblash masalasida ham shuni unutmang. Qayta hisoblash bu serli tarzda hamma qarz ochadi degani emas. Bu faqat xato hisoblangan, noto'g'ri kiritilgan, noto'g'ri ta'riflangan yoki imtiyoz inobatga olinmagan holatlarni tuzatish imkoniyati. Shuning uchun bugundan boshlab hisoblagichni rasmga oling, cheklarni saqlang. Abonent hujjatini tartibga keltiring va qariyalarimizni yolg'iz qoldirmang. Agar sizning oilangizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Gaz uchun ortiqcha hisob chiqqanmi? Imtiyoz rasmiylashtirishda qiynalganmisiz? Qayta hisoblash qildira olganmisiz? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir oilani ortiqcha qarzdorlikdan, asabiylashishdan va adolatsiz to'lovdan saqlab qolishi mumkin.